Comfort'dan yangi modeldagi katyolimiz. Sizga bu katyolni qisqacha tushuntirib o'taman. Bu ham bunkerli ko'mirga ishlaydigan katyol. Masalan, 200 kvadrat xonadonga bo'ladi. Va bu joyimiz teplamenlik deyiladi. Tozalab turish uchun juda ham qulay bo'lgan. Bunisi ko'mir soladigan bunkeri. Pastdagi har kuni bir marta quloq qo'yiladi. Bu katyolimizda avvalgi katyoldan afzallik tarafi kondensat kam ajraladi. Sababi tepada teplamenligi, unisi orqada bo'lardi, ko'p kondensat ajralardi. Bu yangi modeldagi katyolimiz 100 kvadratdan 10 ming kvadratgacha binolarga yoki issiqxonalarga, xonadonlarga bo'ladi. Xonadonlarga mana shu ko'rib turgan katyolingiz 6 million 500 ming so'm 200 kvadrat xonadonni bemalol isitishga qodir. Unda ventilyatori bo'ladi, termostati bo'ladi. Bir xil gradusga qo'yib qo'ysangiz 24 soat bir xil issiqlik bilan ta'minlab turadi. Bu Qashqadaryo Chiroqchi tumanida ishlab chiqariladi Comfort zavodda. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul bo'ladi. Qashqadaryoga Ustonovga xizmatlarimiz ham bor. Kimga shunaqa aqlli katyollarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib xarid qilishingiz mumkin.